Ensefalitlarning sinflanishi etiologiyasiga ko'ra birlamchi va ikkilamchilarga bo'linadi. Birlamchi ensefalitlarga viruslar kiradi. Abrovirus, mavsumiy, transmissiv ensefalitlar kiradi. Bahor-yoz oylari o'rmon kanasi orqali yuqadigan ensefalitlar, Yapon ensefaliti, Avstraliyaning Murray vodiysi ensefaliti, Amerika Saint-Louis ensefaliti, keyingisi mavsumiyligi aniq bo'lmagan ensefalitlar. Bularga Coxsackie enteroviruslari va Estna, gerpetik, grippoz, quturish viruslari kiradi. Noma'lum virus keltirib chiqaradigan ensefalitlar ham uchraydi. Bularga epidemik ensefalit A, ekonoma ensefalitlari kiradi. Birlamchi ensefalitlarning keyingi navbatdagi ko'rinishi bu mikrob va rikettsiyalar keltirib chiqaradigan ensefalitlar hisoblanadi. Bu ensefalitlarni keltirib chiqaradigan qo'zg'atuvchisi toshmali tif virusi, keyin sifilis hisoblanadi. Ikkilamchi ensefalitlarni chaqiradigan infeksiya bular virusli infeksiyalar. Bulardan qizamiq, suvchechak va rubella virusi chaqiradi. Ikkilamchi ensefalitlarning keyingi ko'rinishi bu emlashdan keyingi kelib chiqadigan ensefalitlar hisoblanadi. Bularga AKDS vaksinasi, kichik chechak, keyin antirobik, ya'ni quturishga qarshi vaksinalar shu ensefalitlarni chaqirish ehtimoli bor. Bakteriologik va riketsiya chaqiradigan ensefalitlarga stafilokokk, streptokokk, malariya, taksoplazmalar kiradi. Bulardan tashqari yana sekin rivojlanadigan infeksiyalar tufayli yuzaga keladigan ensefalitlar ham kiradi. Bularni nim o'tkir, sklerotik panensefalitlar deb ataymiz. Ensefalitlar asosan diffuz va o'choqli turlarga bo'linadi. O'choqli infeksiyalar o'z nomi bilan bosh miya o'choqlar joylashuviga qarab sinflanadi. Bulardan miya ustuni, miyacha, mezensefal va densefallarga bo'linadi. Asosan bosh miya tuzilmalarining qaysi qismlar zararlanishiga qarab quyidagilarga ajratiladi. Masalan, bosh miya oq moddasi zararlanganda leykoensefalit, bosh miya va orqa miya kulrang sohasi zararlanganda poliensefalit va poliomiyelit deb ataymiz. Masalan, epidemik letargik va o'tkir poliomiyelitlar shular jumlasiga kiradi. Bosh miyaning kulrang va oq moddasi diffuz zararlanishi panensefalitlar deb ataladi. Ular kanalar orqali yuqadigan, chivinlar orqali yuqadigan Avstraliya va Amerika ensefalitlari shular jumlasiga kiradi. Ensefalitlar eksudativ tabiati bo'yicha yiringli va yiringsiz turlarga bo'linadi.